inson sha'ni ulug'langan, uning tinch osoyishta farovon hayot kechirishini o'zining bosh maqsad etib belgilagan yurtdagina o'sish, rivojlanish bo'ladi. Har bir fuqaro jamiyat ravnaqiga, vatan obro'sini yuksaltirishga o'zining munosib hissasini qo'shish maqsadi bilan yashaydi. Shu ma'noda paralimpiyachilarimiz erishayotgan ulkan g'alabalar mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga ko'rsatilayotgan mehr va g'amxo'rlik tufaylidir. Bu borada Toshkent viloyati Zangiota tumanida ham e'tiborli ishlar amalga oshirilmoqda. 2024-yilda prezidentimizning farmonlari chiqdi. Shu farmonga asosan nogironligi bor shaxslarni adaptiv sport bilan shug'ullantirish bo'yicha bizni Zangiota tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi faol harakat qilib, shu mahallalarda ijtimoiy xodimlarimiz nogironligi bor 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor shaxsga bepul sport maktablariga yo'llanmalar berildi. Natijada masalan men xizmat qilayotgan Madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida Hakimov Nurullo degan bir ukamiz para komandani otish bo'yicha Qarshida o'tkazilgan respublika birinchiligida para komandani otish bo'yicha faxrli 3-o'rinni egallab keldi. 18-yanvarda yo'llanma bergan bo'lsak, aprel oyida mevasini nima qilib turibmiz. Uni sportga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshib ketdi. Mahallada hozir shu nogironligi bor bo'lgan, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarimiz bizga murojaat qilib kela boshlashdi. Shu yo'llanma bo'lsa biz ham borib shug'ullanardik. Mana ko'rib turibmiz, oldinda o'sgan yigitimiz mana chempion bo'lib kelyapti degan mazmunda. Ayni paytda shu sport turlariga qiziqqan nogironligi bor shaxslarimiz nihoyatda ko'paydi. Nurulloni 3-o'rinni olganligi motivatsiya rolini o'tab berganligi uchun biz ularni hozir o'zini qiziqishiga, qaysi sport turiga sog'ligi, qiziqishi to'g'ri kelsa o'sha sport turlariga yo'llanmalarni beryapmiz. Bepul tarzda bizni Zangiota tumanimizda 2 ta sport maktabi bor. Birinchi va ikkinchi, ularda qulay sharoitlar yaratib berilgan. Ular bilan doimiy hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. O'ylaymizki, yaqin yillarda Zangiota tumanimizda paralimpiada chempionlari yetishib chiqadi. Shu yilning fevral oyidan shug'ullanishni boshladim. Birinchi kelganimda suzishni bilmasdim. Keyin o'rgandim. Ustozim yaxshi. Keyin suzishni o'rgatyaptilar. Yaqinda musobaqalar bor. O'shanga qatnashmoqchiman. Musobaqaga chiqsam albatta yutaman. Joriy yilda 19-fevral oyidan para suzish bo'yicha ish faoliyatimni boshlaganman. Hozirda 4 ta gruppamiz mavjud. Bizda para yo'nalishida har xil bolalar keladi. Nogironligi bo'yicha ko'rishi juda ham past bolalarimiz bor, qo'li yoki oyog'i yo'q bolalarimiz bor, umurtqasida muammosi bor, rivojlanishda orqada qolgan bolalarimiz mavjud. Guruhlarimizga kelgan o'quvchilarimiz har xil holatda kelgan. Birinchi bir xillari suvdan qo'rqadiganlari ham kelgan ularning ichida. Suzishga umuman moyilligi kamroq bo'lgan bolalarimiz bo'lgan. Hozirda biz ular bilan boshlaganimizga 3 oy bo'lgan bo'lsa, hozirda bolalarimizning holati juda ham yaxshi. Suvdan qo'rqish degan narsa yo'q. Biz balonlarni ichib ularga 2 xil turda hozircha 2 xil turda suzish o'rgatyapmiz. Ko'krikda krol va chalqancha krol usullarida bolalarimiz o'sha mukammal suzishni bilishadi. Yaqin o'rtada 2 oylik ichida musobaqalarimiz bo'lib qolsa, bolalarimizni o'sha ichki musobaqalarga olib chiqib, asta-sekinlik bilan kelajakda shu Osiyo, jahon chempionatlari para yo'nalishi bo'yicha olib chiqish niyatlarimiz bor. O'ylaymanki, bizda shug'ullanayotgan bolalarimiz yaxshi natijalarga erishib, yuzimizni yorug' qilishadi va vatanimizga o'z foydaligini tekkizishadi degan umiddamiz. Qo'limda muammoim borligi uchun para suzish bilan shug'ullanyapman. 2 oydan beri suzish bilan shug'ullanaman. Ustozim o'rgatdilar. Har kuni badan tarbiya qilib tushamiz, qizib. Birinchi kelganimda ballonda cho'milganman. Keyin bitta ballonda cho'milib, keyin o'rganib ketdim. Shu bilan ballonsiz cho'milaman. Bemalol boshidan oxirigacha suzib kela olaman. Musobaqalarga chiqib, birinchi o'rinni olib,
oyimmi buvimmi dodammi yuzligini yorug' qilib yurishni xohlayman. Tumanda ikkita sport maktabi bo'lib, har ikkisida ham ayni paytda paralimpiya yo'nalishiga ham katta e'tibor qaratilyapti. Zangiota tuman birinchi son sport maktabida paralimpiya sport turlari bo'yicha para suzish, para yengil atletika, para kamondan o'q otish sport turlari ochilgan bo'lib, ularda hozir doimiy shug'ullanuvchilar soni 60 nafardan oshmoqda. Ushbu sport guruhlarida shug'ullanayotgan sportchilardan 2 nafari O'zbekiston Respublikasi chempionatlarida g'olib sovrindor bo'lib kelishmoqda. Hozirgi harakatlarimiz jahon va Osiyo chempionatlarida olimpiya, paralimpiya musobaqalarida chempionlarni yetishtirishga harakat olib borilmoqda. Murabbiylarimiz malaka sertifikatlariga ega para suzish sport turidan 2 nafar, para yengil atletika sport turidan 2 nafar, para kamondan o'q otish sport turi bo'yicha 1 nafar murabbiylarga egamiz. Hozirgi kunlarda ushbu sport trenerlarining toifalari oshirilib, jahon standartlariga moslab borilmoqda. Sport maktabi sharoitlari ushbu sport turlari bo'yicha rivojlantirish hamda chempionlar chiqarish uchun yetarli darajada bizda faqat talab etiladigani mehnat va yana mehnat. Zangiota tumani birinchi sonli sport maktabida shashkadan shug'ullanib boraman. Respublika bo'yicha shashkadan birinchi o'rin oldim. Shashka bo'yicha Bahodir aka shashkadan shug'ullantirg'izadilar. o'ttiz sakkizinchi umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-B sinfida o'qiyman. 4 yoshimdan beri shaxmatga qiziqib kelaman. Mening ustozim onam bo'ladi. 2023-yil respublika miqyosiga chiqqanman. Bu yil Toshkent viloyati DX kubogidan kumush medalni qo'lga kiritdim. Diplom va medal bilan taqdirlandim. Hamda notebook ham sovg'a qilishdi. Men hozirda hikoyalar yozishga qiziqaman. O'tgan yili Qaldirg'ochlar baland uchadi nomli birinchi hikoyalar to'plamim nashriyotdan chiqdi. Men juda ham xursandman. Ayni paytda sportga doir kitob ham yozmoqchiman. Men Zangiota tumani Diyor mahallasida istiqomat qilaman. Meni oyog'imda suyak yemirilishi bo'yicha muammolarim bor edi va lekin yoshligimdan kamondan o'q otish turiga qiziqardim sportda. Lekin bunga imkon bo'lmagan yoshligimda. Bolaligimning asosiy kunlari shifoxonada yurish bilan o'tganligi uchun bunga vaqt ajrata olmaganman. Keyinchalik mahalla fuqarolar yig'inidan menga o'xshagan nogironligi bo'lgan yoshlarni sportga e'tiborini jalb qilish uchun yo'naltirishgan va menga ham yoqtirgan sportimni so'rashgan. Shunda shu yo'nalishni tanlaganman. Sport maktabiga bordim. O'sha yerda trenerim Jo'lon aka bilan tayyorlandik. Boshida esa qiyin bo'ldi. Ko'pincha kamonni ko'tarishga ham qiynalardim. Lekin 2 oy tinimsiz harakat qildik. Jo'lon aka o'zlari tayyorlantirib, mashg'ulotlarni biz Chilonzor tumanidagi sport maktabida davom ettirdik. U yerdagi menga o'xshagan para kamondoch sportchilar bilan birgalikda qattiq tayyorlandik va 2 oy ichida Qarshi shahrida bo'lib o'tgan respublika chempionatiga bizga xabar qilishdi va trenerim Jo'lon aka o'tga yubormoqchi bo'ldilar. Boshida rosa xursand bo'ldim, lekin bu birinchi katta musobaqam bo'lgani uchun juda qo'rqdim boshida. Lekin borganimizdan keyin o'tdagi sharoitlarga moslashdik va o'tda ham trenerlar bilan shug'ullanib, hayajonlanmasdan yaxshiroq otishga harakat qildik va 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki respublika bo'yicha birinchi musobaqamda 3-o'rinni olish juda qiyin bo'ldi. Musobaqachilar, ishtirokchilar juda ko'p edi o'tdi. Hozirgi kunda sportga bo'lgan e'tiborning natijasida
har bir sportdan iste'dodli yoshlar chiqib kelmoqda. Buni seleksiya ishlari natijasida ham ko'rishimiz mumkin. Birgina misol, Zangiota tumanida parakomandot sport turi bo'yicha Nurullo Hakimovni ham misol keltirib o'tishimiz mumkin. Nurullo Hakimovning yaqinda bo'lib o'tgan Qashqadaryoda bo'lib o'tgan parakomandot sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionatida faxrli 3-o'rinni ikki yo'nalishda qo'lga kiritdi. Bu esa kelajakdagi bu sportchiga jahon arenalarida qatnashish uchun bir mahorat maktabini o'tab berildi. Albatta parakomandot sport turida ham raqobat kundan kun kuchayib bormoqda. Bu sportchining qaysidir ma'noda tug'ma iste'dod borligini ko'rdik va bu kelajakda xalqaro musobaqalarda ham aks etadi va o'zini muvaffaqiyatga erishishga bir zamin yaratadi deb o'ylayman. Farzandim Nurullo sportga kirmasdan avval ozgina tortinchoq, ozgina uyatchan edi. Sportga jalb qilingandan keyin hozir ancha o'zgardi. Sog'lomligi ham, o'ziga ishonchi ham. Buni ko'rib men shunaqa xotirjam bo'ldim. Farzandim Nurullo Qarshidagi musobaqaga borib, 3-o'rinni olib kelgandan keyin yana ham o'zgardi. Sportga muhabbati oshib, kelajakda shu maqsadlar qo'yib, shu yo'ldan ketaman deb harakat qilyapti. Uni maqsadlari jahon olimpiadalarida g'alaba qozonish. Xudo xolisa o'ylagan niyatlariga yetadi deb ishonaman. Tumanda paralimpiya sport turlarini o'tganimizdan keyin ota-onalar bizga murojaatlar bilan chiqishadi. Va albatta bu farzandlarni sport turlariga qatnashishi hamda ularni professional sportchilarni yetishtirib chiqish bo'yicha hozirda barcha ota-onalarimiz bizdan mamnun. Trenerlarimiz bilan qo'shib kelishib, ishlab kelishmoqda. Sportchilar mahoratini oshirish bo'yicha terma jamoa murabbiylari, paralimpiya sportchilari kelib, mahorat darslari hamda o'sha dars uchrashuvlarini o'tkazib turamiz. Har oy mobaynida bir oyda bir marta kelib biz bilan mahorat darslari o'tib borishadi. Ularning albatta samarasi o'sha o'zini yoqtirgan sportchisiga o'xshash. Jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak berish, bilim olishi, salomatligini mustahkamlashi, o'z qiziqish va intilishiga mos kasb-hunar egallashi, sport bilan shug'ullanishiga qaratilayotgan doimiy e'tibor tufayli sportchilarimiz kuch va salohiyatda hech kimdan kam emasligini isbotlamoqda. Buni biz eng nufuzli Parij Paralimpiya o'yinlarida ham yana bir karra guvohiga aylandik. Ayni kunlarda ana shunday nufuzli musobaqalarda yuqori natijalarga ega bo'lgan vakillarimiz bilan birga endigina xalqaro musobaqalarga chiqishi kutilayotgan yoshlarimiz Angren shahridagi sport majmuasida nufuzli musobaqalarga hozirlik ko'rmoqda. 26-sentyabr kuni New Delhi shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shogirdlar ikkita. Biri Bobur Jomonov, ikkinchisi Alxo'jayev Qudratullohxon. Shu ikkovini tayyorlayapman. Yangi shogirdim bor, Umar Diyorbek shogirdim, 16 yoshda. Bahrayndagi Parosiy o'yinlariga tayyorlayapman. 3 ta yo'nalishga tayyorgarlik ko'rib boryapti. Yaxshi, hozir buni ham ko'rsatishlari o'zini yoshini toifasida. Kunigacha bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida 12 metr natija ko'rsatib, birinchilikni qo'lga oldi. Boburjonga keladigan bo'lsak, Parij olimpiadasini yutgandan keyin uylaymiz dedik, mana va'daga vafo. Xudo xolasa yana yo'y to'y qilamiz. Ishimizcha yana bir paralimpiya o'yinlarining sovrindoriga uylanyapti ekan, to'g'rimi? Boburjon Omonov o'zimizning sportchi Kuboraxon Hakimovaga ko'ngil qo'yib, taqdir taqozo bilan turmush qurishyapti. Murabbiy sifatida aytmoqchimanki, juda yaxshi. Bizni ko'nglimizdagidek ikkovi ham bizni yonimizda, bir-biriga mos, bir-birini qo'llab-quvvatlovchi, kelajakda paralimpiya o'yinlarida ikkovi ham xudo xolisa oltin medal oladi. Los Anjelesga borganimizda. Hozirda Toshkent viloyati Angren shahrida bizni o'quv mashg'ulot yig'inlarimiz davom etmoqda. Undan tashqari 5-8 may kuni bo'lib o'tgan U20 toifasidagi yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi va unda biz yangi
talant, yangi iste'dodlarni kashf qildik. Hozirda yoshlarimiz yil yakunida bo'lib o'tadigan Dubay shahrida bo'lib o'tadigan Para-Osiyo o'yinlari, yoshlar o'rtasidagi Para-Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik olib bormoqda. Hozirda bizning eng katta oldimizga qo'yilgan maqsadlardan biri Hindistonda New Dehlida bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik qizg'in olib borilmoqda. Undan tashqari eng asosiy vazifamiz keyingi Paralimpiya o'yinlarida para yengil atletika bo'yicha mutlaq uchtalikka, ya'ni kuchli uchtalik terma jamoasiga kirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'zbekiston para yengil atletika bo'yicha kuchli 10talikda hech qachon berib kelmayotdi. Ko'rib turganimizdek, hozir kuchli 6talikdamiz. Endi bizning maqsadimiz kuchli 3talikka kirsak. Albatta, kechagina tushkun kayfiyatda yurgan yoshlarning bugun katta maqsadlar sari intilayotgani ularga bo'lgan e'tibor va yaratilayotgan sharoitlar samarasidir. Namangan viloyati Chustimada istiqomat qilaman. Bugun biz o'g'lim Yuldashev Tolibjonni ko'rishga Angelindagi sport bazalariga keldik. Yaxshi bu yerda biz shug'ullanishlarini yotoqxona hamma joylarni aylanib ko'rib havas qildik. Darhaqiqat, bugun para yengil atletika bo'yicha faoliyat olib borayotgan kattalar terma jamoasi jahon chempionatiga bosqichma-bosqich hozirlik ko'rayotgan bo'lsa, yoshlarimizning aksariyati Bahraynda o'tadigan Para-Osiyo o'yinlarida g'oliblar safida bo'lishni maqsad qilishgan. Imkoniyat cheklangan insonlarni kichkinaligidan biz tarbiyalab olib kelamiz. Ya'ni bu sog'lomlashtiradi. Juda ham oldingi holatidan juda ham o'zgarish hozir katta. Ba'zilari shunday holatlar bo'lyaptiki, ba'zilari sportdan chiqib ketyapti. Ya'ni ular shu nogiron degan ta'rifga loyiq bo'lmay qoldi. Endi masalan bitta murabbiy 3 yil 4 yillab bitta insonni shug'ullantirdi-yu, lekin oxiriga kelib bu insonlar sog'lomlashib, sportdan hattoki paralimpiya sport turlaridan chiqib ketyapti. Bu bizning eng katta oldimizga qo'ygan maqsadimiz ham. O'zbekistonda sog'lomlashtirib, O'zbekistondagi yoshlarni, ya'ni imkoniyat cheklangan, shunday tug'ilib qolgan insonlarni yoki bo'lmasa orttirilgan insonlarni tezroq hayotga qaytarish, reabilitatsiya sport orqali ular tanasini shakllanishini to'g'ri yo'nalishlar berib, to'g'ri maslahatlar berish bizning eng oliy maqsadimiz. Bu hayotda eng katta baxt o'zi sevgan mashg'ulot bilan band bo'lishdir. Shundagina har bir inson doimo katta maqsadlar sari intilaveradi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari ham ana shundaylardan ekani, ularning eng katta muvaffaqiyatlaridan darakdir. Shunday ekan biz ularga bundan keyingi musobaqalarda ham ishonib qolamiz.